Hammaga salom obunachilar. Bugungi videoda ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Xullas, video kam chiqishidan boshlasak bo'ladi. Nimaga video kam chiqyapti? Buning sabablari bor. Maktab boshlandi. Maktab bilan video qo'ya olmayapman-da. Shunga xafa bo'lmaysizlar. Video vashim kam chiqadi. Shunaqa qilib korotchi video chiqaraman kam. Mani kanal nomini ham o'zgartirdim. Kanal ismi menga ma'qul emas. Kanal ismi sizlarga muhim bo'lsa, menimcha muhim. Yoki shunaqa turaversin. Xohlasa tursin, xohlasa turmasin. Kommentda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Tak. Men desam, shuncha video chiqarganman mana. Men sinfdoshlarim ham bor. Hamma videoni ko'rib chiqishibdi. Qarorchi. Xullas, obunachilar mana 250 bitta. Hammaga spasiba. Rahmat. 250 bitta like polniy mana. Ko'rib turibsizlar. Ana shu 250 bitta like deganda bitta maqsad qo'ygan. 240 tada uni blokka davom chiqish kerak. Buni endi ko'ryapman. Shuning uchun chiqaraman. Uni blokka davomini. Tak 250 ta bo'lsa, bitta Minecraftda Herobrine modini yuklab, vizivaniya qilaman degandim. Buni ham bo'ladi, lekin yaqinda dam olish kuni kelyapti, va'dalarimni bajaraman. 260 ta bo'lsa, bironta mod bilan o'sha Herobrine kartasida yana bironta mod qo'shib o'ynayman. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Tak. Xullas, mana shorts videolarim mapga kiramiz. Keyin banner avatarkani o'zgartiraman hali. Просто tak yaxshi. Yaxshi barda darajalarni ko'rib turibsizlar. Mana YouTube Studio. Xullas, ma'lumotlar shu. Agar o'sha video olishni xohlasanglar, kommentda ham yozinglar. 260 ta deb qilaman, mod top ko'raman, har xil modlar bo'ladi. Orujami, mashinami, shunaqa mod bo'ladi endi. Xo'p, xullas shunaqa narsalar. Bitta narsani aytib o'tay. Hozir 30 ta obunachimiz. Agar ana shu YouTubedan ko'tarilib 50 ta obunachi bo'lsam, YouTube menga stream qilishimga ruxsat beradi. Stream qilib, bitta plan bor. Unda bitta kanal ochib, faqat stream o'qchiman. Nimaga stream? Chunki yarim soatlik videolarim YouTube'ga qo'yilmaydi. Shuning uchun stream qilib o'tirishni niyat qildim. 1 soatlik bo'lsa normalniy bo'ladi. Ancha streamga kirib ko'rishlar kerak. Agar streamni yaxshi obunachi bo'lsam, ko'rishlar soni kam bo'lsa, polniy stream qilmayman. Oddiy video shorts bilan ketaveraman. Takt. Mana 27.200 mingta tomoshalar, 250 bitta like, 30 ta obunachi, 29 ta fikr. Xullas, obunachilar просто tak yangi chiqarilgan videolarim почти zo'r ko'ryapti. Nimaga counter video kam chiqyapti desanglar, mana Roblox videolar yaxshi. Counter videoga keladigan bo'lsak, umuman ovoz chiqmaydi, ovoz yozilmay qoladi. Shuning uchun o'chirib tashlaganman. Videolarni qo'ymaganman YouTube'ga. Xullas, ana shunaqa gaplar. Keyin men 35 ta bo'lmoqchiman, 30 ta bo'ldim. Niyatimga yetdim, xuddiki mana bu videodagidek.
ketdi. Tak. Anani qo'yaman. Bu video 1900 ko'rilgan. Yanisiga bosib to'xtab turamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz like 1936 ko'rilgan. Komment 0. Yani bitta narsa kommentariyalar 29 da. Ana shuni 50 taga yaqin qila olsak, mayli yangi o'yinlar chiqaraman, simulyator o'yinlar chiqaraman. Hozir faqat shorts qo'yaman. Endi keyin bitta narsa eski videolarni o'chirmoqchiman. Nimaga? Masalan, o'z yozilmay qo'ygan kontra videolar bor-ku. O'shanaqalar, masalan, Madut 2 degan o'yin stopda shunga bitta komment degan nima yozib. Ana o'zi ishlayapti. Keyin ishlamadi, ikkita fikr ko'raylik. Bo'ldi. Bittasi kompyuterdan, lekin kompyuterdagi email o'chib ketgan. Tak. Mana shunaqa gaplar. Bugungi video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'ling. Xullas, maqsadim aytgandek, shunaqa. Tez 260 dollar qilinglar va men odamman, odam emasman. Odamman kanashla. Tak. Fikrlar pachta o'zgarmayapti. Bu kanalni ochganimga 1 oy bo'ldi. Ati 29 ta bo'ladimi? Bitta ko'rdim, 1 oy oldin chiqargan. 12 ta, 10 ta, 8 ta bo'lgan paytim 27 deydi. Iltimos komment yozinglar. Ular bilan ko'rishlar soni muhim emas, komment, like ham muhim. Komment. Kommentsiylar obunachilar. Xullas. Keyin banner avatarkani o'zgartirmoqchiman. Avatarka Minecraft, normal lekin game. Keyin kanal ismini qisqaroq qilish kerak. O'z fikr komment yozinglar. Menda ikkitani bor. Boy gamers bo'ladi. Gamers, ikkinchisi Gamerus. Bitta bor, menimcha yo'qsa kerak. Tak. Bilmadim, endi uchinchisini o'zi yozinglar kommentda. Mana boyvachcha game, o'zi boyvachcha Minecraft edi. Kanalimni anaqasiga yaxshi qarayman. Avatarka Minecraft, lekin banner game. Menimcha bu boyvachcha game Minecraft qo'yishim kerakmi? Bilmadim endi. Mana unlock, xullas tosh qilaman deb shunaqa edi. Tosh chiqsin, keyin videoni davom ettiraman degandim. Lekin videoni to'xtatib qo'yaman deb bilmasam o'chirib qo'yganman. Shuning uchun ana shunaqa yozganman. 2 hafta bo'ldi tak. 1 oy oldin. Bitta komment, shunaqa. Komment faqat videolardan kelyapti. Pachti shortsdan kelyapti. Tak. Kommenti bor, shortslarga kirib ko'ramiz. Tak. Bundan chiqib ket. Bundan chiqadi. Hozirga ko'rsataman. Qaysi videoda edi? Mana. Shundamdi? Yo'q. Menimcha bunday edi. Соловья запев, свисточек и сок, березовый глоток. Тишины послушайте волю, по тропе на леса густой. Соловья запев, свисточек и сок, березовый глоток. Тишины послушайте волю, по тропе на леса густой. Wow! Pull them together. Hey, pull them. 20. Mana keyingi anularam survival qilingan.
Xullas, shuda endi. Eshik pis. Keyin yana qaysidir yozgandilar. Sizlar aka, qaysi bu yozgan? Yana bitta video yozilganda. Hozir topib beraman, sizlarga topib beraman. Basket emas. Qanacha tushamiz? Соловья запев, свисточек и сок березовый глоток. Mana bu narsa nima? Bu toshni islatish, hammualliflik, yashil ekran, bu videoni kesish. 200 taxlimish. 236 ming marta nima bu? Menga tushuntirib beringlar. Mod emas bu, chiqatdan yuklamaganman. Bu Building Minecraft. Bunga mod tushmaydi. Birov 14 versiyadan birov 13 versiyagacha bu. Bunga mod umuman tushmaydi. Buni o'zim qurganman. Sizlar nima deyapsizlar? Men quruvchiman-ku. 1 yil ketgan. Chestni aytaman, 1 yil ketgan. Shahar bu, shahar. Qurishga buni ham to'liq ko'rsatganlarim bor. Bu oddiy bino men qurganman. 6 qavatli, yonidagisi ukamning uyi. Menimcha bu 4-5 qavatli. Bu uyni ichini ko'rsatganmanmi yo'qmi? Menimcha ko'rsatganman-da. Mana birinchi anoni balkonda bog', ikkinchida basseyn, uchinchisida o'tiradi anorda. Keyin uchinchisidami? 4-chisida nima qilganman bilmayman. Mana bu 5-chisida kamon o'tamiz. Shunaqa narsa. 6-chisida ideya yo'q. Prosta ideya berib ketinglar o'zinglar. Ana tomga chiqadigan bu lift. Sizlar o'ylamanglar buni ham. Buni hech qanaqa moddan yuklamaganman. Bu o'zim qurilganman buni. Mana qaranglar. Ana uchburchak ko'rasizlarmi? Mana anaqamning yonida. U mehmonxona oldinda ana bo'lgan laboratoriya, ishda narsalar qilib, eksperimentlar qilib ko'rganman. Har xil damlamalar tayyorlaganman. Damlama tayyorlash usullarini bilib olganman. Keyin uni buzib tashlaganmiz ukam bilan. Buzib tashlab o'rniga mana shu mehmonxonani men qurganman. U telefon buzildi-da, kirolmaydigan bo'lib qoldi. U kirmaydi kartaga endi bu buzilgan telefonni kirolmaydi. Men qilsam qildim, lekin kirolmaydi. Keyin aytgancha bu attraksionlar oldida bitta ferma bo'lgan, buzib tashlagan, vashim qiyin vaqt ketgan. Keyin meni uyim, ukam eski uyi 4 qavatli. Men 2 qavat qurganman, 2 qavat uyimda o'shan 4 qavatli uyga teng bo'lgan. Tomda vertolyot bo'lgan, portlatib tashlaganmiz. O'zi korzinka 3 qavatli bo'lgan, 3 qavatli bo'lgan, lekin buzib tashlaganman, men buzganman. Kompyuterxona qo'shaman. O'zi tepasi u dorixona kichkina bo'lgani uchun ikkinchi qavatni buzib normalniy qilib qurmoqchiman, vaqti bo'lmayapti. Zerikaman shunga. Aka, siz o'ylamang. Bilaman, sizning ham kanalingiz bor. Lekin yaxshi mod Building for Minecraft. Bu 4 kun oldin qo'ygansiz. 4 kun oldin menda Wi-Fi o'chgandilar, ko'rmagandim. Voy, siz nima deyapsiz aka? Bu mod emas, hech qachon mod emas. 1.13 versiyada 1.14 versiyaga mod tushmaydi. Eski versiya bu. Achsa, anaqa mod bilan o'ynab ketaverardim. Eski ro'prosta. Hali buni yetargich, ana Ender Dragon shunaqa narsalar qo'shilmagan. Hali bu Nether ham eski versiya. Ana bor-ku, oltin sotas narsa beradigan moblar ham yo'q. Просто так, oddiygina eski versiya. Bu mod emas. Men mod yuklash kerak, o'rtoqlarimdan so'radim. 1.22 versiya chiqdi.
O'shalar yangi versiyani qilmoqchiman Google'dan. Mayli, laklapolni uchista bo'lsin. Voy 250 ta. Kim laykini qaytarib oldi? Ey, men odamman, mana uni qilaman, xafa bo'laman. Kim bir kuni adashmayotgan bo'lsam, laykalar 13 ta edi. 12 ta edi. 11 ta bo'lgan, 11 ta bo'lib kimdir obunasini qaytarib oldi. Keyin bir ikki kun o'tib qarasam 13 ta. Kim obunasini qaytarib oldi? Ey. Obunani qaytarib olma, kim bo'lsang ha. Mayli obunachilar, bugungi video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'linglar. Ana shu likelar bittaga kamaydi. 100 ta like bo'lishi kerak. Keyin sinfdoshlarimning hammasiga chao emas, hello bratchikalarim ko'rayotgan bo'lsanglar, mana polniy like 250 ta. Ko'ringlar. Mana birinchi maydoni bor-ku, Rika. Ikkita video qisqa. Tak, yana bir narsa, ana shundan videoni tugataman. Hatto obunachilar ko'rsatadi. Ular 6 ta obunachining kanali bor. Qaranglar. Game.uz anaqalar men obuna bo'lgan, lekin bitta ham bo'lsa komment yozmagan, kommentini o'qimaganman. Shuning uchun Abbosbek Fayzullayev men anaqa zo'r mod ekan, yaxshi mod ekan deb ana komment yozganingiz uchun bratchikam, mana bitta obunachi. Tak, qo'ng'iroqchani ham mayli sizga bosamiz. Bratchikam sog' bo'ling. Tak, kanalingizga kirib ko'ray bitta. 1 yil oldi. 80. Yo'q. Bitta kirib ko'raychi, kanalni och. 47 ta video. Voy, normalmi ekansiz? Menimcha video ko'chirib qo'yish kerak. Video qo'yib qo'yib. Menimcha 83 ta. Faqat shorts qo'yasizmi? Yo'q, bana bobom bor. Mayli bratchikam, почти anaqa videolar teng ekan. Siz ham anaqa qiling, voy 1 yil ichida 47 ta video. Nima, oyiga 1 marta video chiqarasizmi? Agar 1 yil bo'lsa, 12 oy bo'lsa, haftasiga bitta video chiqarsangiz, dam olasizmi o'rtada? Endi bilmadim. Mayli. Yozotdim video. Mayli. Bratchikam, sog' bo'ling. Mana obuna bo'ldik. Game.uz, Shoxsta Babajonova, Oldirpolov, Sis Genrik, Asror Yuldasheva. Desh. Ixlos. Agar sizlar ham mana videomga komment yozsanglar, bitta obunachi bepul. Mayli. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'linglar. Chunki biz 50 ta bo'lishimiz kerak. Stream qo'yaman, короче. Bo'sh vaqtim bo'lsa. Mayli, hammaga xayr obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha chao. Keyin ertaga bayram, maktabda bayram edi. Ochmalar qilishardi. Hammaga xayr obunachilar. Chao. Keyingi videolar ko'rishguncha xayr. Kelayotgancha Robloxda ko'rdim, bitta Jahon ismli bola. Agar Jahon ismli bola videomni ko'rib qolsa, mabodo endi bu. Yo'q, taniydiganlar bo'lsa, Jahon ismli Robloxdan qo'ygan. O'zbek deb o'yladim, lekin o'rtoqlar ko'p ekan, hammasi inglizcha bir olib qo'ygan, ruschami? Uncha tushunmadim. Yo boshqa chet ellik, yo o'zbekistonlik. Bilmadim, unga jo'natib qo'yinglar. Hammaga xayr obunachilar. Keyingi videolar ko'rishguncha. Keyin aytgancha, men agar videolarimda yaxshi prosmotr, yaxshi natijalar kelsa, yana qilaveraman video. Bo'lmasam shorts qo'raman. Lekin shorts ham haftasiga 2 marta bo'lsa, ashimku. Mayli, ana shular ko'payishi uchun o'qiyman, men erimman. Bari video qo'yaman. Qo'ygandan keyin muzika tanlayman. Montaj qilaman, montaj qilgandan keyin xullas o'sha mayli 20 minut bo'lib ketib o'chirishim kerak.
Hammaga xayr omad, keyingi videoda ko'rishguncha.